Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'lib o'tgan velo sayohatimizning 17-kuni azizlar. Soat Rossiya vaqti 10 bo'lyapti, 10 ga yaqinlashyapti azizlar. Mana qaranglar. Qayerga yetib kelganimni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Vyaznikovskiy rayon Rini bilan ana nima deydi, naqalari sal chirib boshqacha bo'lib qolibdi. Lekin rayon ko'rinib turibdi azizlar, mana. Yana atrof seli o'rmon, yo'dana чистый город. Yo'llarni tozalab, bu yoqda bir mashina turibdi. Buxorolik akamiz mana yerga kelib turgan ekan, ancha nariroqda ko'rdi. Inshaalloh, Alloh o'zi rozi bo'lsin. Tashlab ketdi. Mana azizlar. Bularga sel o'rmon. Bu harita qilib qo'yibdi mana azizlar. O'rmon. Tunkalarda qaranglar. O'tindan muammo yo'q ekan-da, o'tin. Aziz obunachilar, video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib qo'yingizlar iltimoslardan. Bu archa daraxtlarni qaranglar. Archalar bu yoqda, saslangancha. Adashmasam. Mana azizlar. Inshaalloh. Qaranglar. Bu o'rmon. Maşallah. Mana qaranglar. Adashib qolishingiz hech gap emas, o'shaning uchun ko'p ichkariga kirishni o'z xato deb o'ylayman. Aziz obunachilar, hammaga kattakon rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Nima deyapti bu o'rmon? Toza havo. Allergический bronxiasma yoki allergический kasalga chalinganlar mana shunaqa joylarda kelsa o'zi bir tekis, bir xil normada bir yillik zapravka qolsa bo'ladi menimcha, toza havoda. Maşallah. Xayrli kun aziz obunachilar. Kamga Javlonbek Olimovich. Mana qaranglar. Furolarni kelishini. Basada. Şamanın özü için olan. Qo'rqmaymiz, yo'l davom etamiz azizlar. Sal cho'ta tuzam og'riyapti. Yana bir akamiz Motofiskdagi to'xtadi. Borib tanishamiz. Do'stam bayrog'ini ko'rib to'xtadi. Assalomu alaykum. Videoga olaman, qarshilik qilmasangiz. Videoga olyapman, qarshilik qilmasangiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Salomatsizmi? Charchamayapsizmi? Alhamdulillah, Allohga shukr. Qayerlardan kelyapsiz? Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburg, O'zbekistonga. O'zbekistonga. Mashallah. Siz qayerdan? Men Qirg'izistondanman. Qirg'iziston qayerdansiz? O'zbek. Sirdaryo viloyati Sa'dobod tumanidan. Sirdaryo. Mashallah, balades ham. Urib ketgan son bor eshitgan bo'lsangiz, uzilib ketgan. Shu yonida to'ring saqlab turaman. Salomatingiz yaxshimi? Yaxshi, men Moskvadan mashina olib qaytyapman. Arendaga xudo xolisa. Yo'q, sotib oldim. Sotib oldingizmi? Qimmat emasmi, yaxshimi? Yo'q, yaxshi, 700 ga zo'r, yaxshi. Yaxshilikka mining. Hozir bayroqingiz ko'rib to'xtadi. Hamma bayroqni ko'rib to'xtayapti. Aziz qirg'izistonliklar, mana Baykemiz.
Bosamiz. Hammaga salom. Da. Mayli, Allohga omonatsiz, yaxshi yetib oling Rahmat. Siz uka. ham yaxshi yetib oling. Charchamang. Yaxshi Yo'lda yetib ko'rishaylik. Chelyabinga kirsangiz mehmon qilaman. Yo'q, mayli. Hammasi yaxshi. Sog' bo'ling. Xo'p, Yaxshi yetib oling, mayli. xo'p aka. Alaykum, xayrli kun barchaga azobnachilar. Yelikda mana yurt tomon shoshyapman, lekin shamol o'zimga qarshi bo'lyapti sal nagruska. Hozir dam olib yana yo'l davom etyapman hozir. Vyaznik rayonidan o'tib ketyapman azizlar. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimiz 17-kuni Vyaznik rayoniga yetib keldim azizlar. Mana soat 1:30-2 bo'lyapti endi bizda. Va xolasa yana olg'a. Qo'llab-quvvatlab turinglar azizlar. Hammaga kattakon rahmat oldindan. Kamina javob qolinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Xudo xohlasa sayohatimiz hali oldinda. Vala. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Xorazm qayerdansiz? Xorazmni o'zidan. Xorazmdan Urganch. Assalomu alaykum. Ismingiz aka? Mansur. Mansur Meyik Javlonbek aka. Sog'imlar yo'llari. Sizniki aka? Maktabimiz bor. Timur Javlonbek meniki. Sirdaryo Salobot tumanidan og'a. Ko'rdingizmi video? Endi ko'ramiz. Hozir biz emlashim bor aytdi. Instagram bormi? Ha. Podpiska bosib qo'ying. Alloh urib beraman sizlarga. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kamina Javlonbek olimish. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonga o'tgan velo sayohatimiz 17-kuni mana zapravkada mana Xorazmlik og'alarimiz. Siz ham Xorazmdan? Sana gitti sana boramiz. Siz ham beklaymiz. Barmasini tutib muzlarga yaqin. Maşallah. Assalomu alaykum. Hoş kelibsizlarmi? Rahmat, Allohga shukr. Charchamayapsizmi? Salomatingiz yaxshimi? Ha, Qaytyapsiz Xudo xolasa O'zbekistonga. Yaxshi. Biz ham yelikda. ha, ko'rdim. Sizlarni ko'p ko'raman men. Nimada? Instagramda. Xorazmdansiz ham og'a? Ha. Ismingiz? 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 Mahmud. Mahmud aka, Javlonbek ismim. Sirdaryo viloyati Sadobod tumanidan aka. Instagram bormi? Ha, bormi? Uring patuz. Bugun 17-kun Peterdan, Sankt-Peterburgdan O'zbekistongacha. 17 kun. Da. Shu yergacha yetib keldik mana. Yurtdoshlar mana Yaxshi. hozir uydan ko'rib, zapravkaga kirib ko'rishaylik deb. Rahmat. Молодец. Xorazmlik og'alar. Kuch. Kuch. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Kamina Javlonbek Olimov qayerga yetdi deganlar, M7 yo'nalishi bo'yicha harakatlanib Nijniy Novgorodga qarab ketyapman. Vyaznik rayonidan o'tishda o'ng tomonda mana qaranglar, azizlar, manzarani qaranglar. Nima deyapti bu g'alla? G'allani beponlagan qaranglar. Bu yerda endi qancha bug'doy olsa, ha? Mashalloh. Alhamdulillah, mana qaranglar. Allohning mo'jizasidan tabiatni qaranglar, tabiatni. Ha, o'zimizda fermerlar bo'lsa, qat dam olishni biladi bu g'allani boshida. Mashalloh. Mana qaranglar. O'rmonlar. Nelar sal suv yig'ilib, sarg'ayib mana qolibdi. Mana bu yerda shipon nimadir bor ekan uylar. Meli naryoqda turibdi. Furach akalar to'xtab videoga olmadim. To'g'risi, qayerga ketyapsan deydi. O'zbekistonga desam. Qayerdan chiqding? Peterdan chiqdim. Peterdan O'zbekistongacha velikda sayohat qilib ketyapman. O'zim kallasini ushlab, o'zlari hali kallasini umid qilmayapti. Rosa ko'pchilik kallasini umid qilmay qoldi. Katta risk. Aziz duogo'ylarim, sizlarga kattakon rahmat. Ochiq tabiat mana yengil shamol bo'lib turibdi. Bu yengil shamol men M7 yo'nalish bo'yicha Nijniy Novgorodga qarab harakatlanyapman. Bu shamol Moskvaga qarab harakatlanyapti. Shamolga qarshi yuryapman xullas. Mana shunday yerlari bo'lib turib, qadriga yetmaydi bular, ha.